Arashan qo'zilarni katta ob'yomda 500 bosh, 1000 bosh shunday qilib haydab, ichidan tanlab olaman degan obunachilarimizga assalomu alaykum. Dangar aytib berg'alay Farhodjon. 3 million 300 mingdan olsin. 3 Tanlab million? olishi 34 dan ketaveradi. 3 million 300 dan. Ha, olsin. Dastlabki ham siz bo'yningizda. Biz bo'ynimizda. Yana o'tadigan joychi. Hammasini o'tib beraman. Arashan qo'zilarni katta ob'yomda 500 bosh, 1000 bosh shunday qilib haydab, ichidan tanlab olaman degan obunachilarimizga assalomu alaykum. Videoni boshidan bitta laykni peshonasidan silab qo'ymasalaringiz bo'lmaydi. Mana sizlarga Viber, mana sizlarga Arashan. Xolasangiz bitta oling. Xolasangiz hammasini oling. Akalar sizlarga optim, krupniy olib kelib tarqatadigan joyda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'iga keldik. Mana shu partiya kelishini akalar 10 kundan beri kutamiz. 10 kun deganda va nihoyat do'stim o'zlari chiqib birma-bir gulini, lobarini, injiqlarini terib olib keldi. Hozirda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Yana o'sha mashhur mahallada haydab Arashanlar syomkasini qilish Assalomu alaykum. do'stim bilan nasib qildi. Charchamay. Bormisiz? O'zi obunachilar o'rganib qoluvdi. Abdumalik Buni optimchi olib voy, siz bilan telefonlashtirdik-ku. aloqada bo'lib turdik. Kelgangacha qo'y akalar qanaqa muammolari bo'ldi, qanaqa qiyinchiliklarini o'zim bilib turdim. Do'stim ozganini qaranglar, mana shu bolani duo qilib qo'yinglar. Ozib ketdi bechora, buni olib kelgangacha. Qarang do'stim, nechta keldi endi? Xo'p, chichak ham 300 ta Farhodjon. Salkam 300 bosh Arashan qo'zilarini hozir syomkasini qilib sotuvga chiqarar ekanmiz-da. Chiqaramiz inshaalloh. Yo'lida qilib arzon narxda. Endi do'stim qarang, mashaqqatini o'zingiz bilasiz. Bu qo'zilarimizni olgandan keyin obunachilarimiz ham bu salqinda yotib olib qarashmaydi. Ularga yem yegizishadi, to'g'rimi? Albatta. Hamma narsani o'zini mashaqqati bor. Oson emas, Ozgina. buni olgan odamga ham do'stim. Blogerga ham osonda gapirib, $100 pulini olib ketadi. Yo'q, bu dunyodan olib o'tayotganini o'zimiz bilamiz. To'g'ri. Lekin do'stim, mana shunaqangi zo'r mahsulot o'zimizga O'zbekiston kirib, shu obunachilarimizning xonadoniga kirib borsa, hamma xursand bo'ladi. Albatta. Chunki zo'rini boqsin, zo'r pulga sotsin, ertaga rahmatini aytsin deymiz-da biz ham. Shunday. Bizni reklama qilgan qo'ylardan olib foyda qilgan obunachilarimiz foyda qildim desa xursand bo'lamiz. Farhodjon foyda qilmadim, ziyon qildim desa bizni ham yuqmaydi. Albatta. Yuragimiz g'alati bo'ladi, to'g'risi-da. Endi do'stim qarang, siz sonini ko'p olib kelasiz, ob'yomni olib kelasiz. Endi 300 ta bunaqa qo'zini olib kelib olib, hali hech kim chiqargani yo'q. To'g'risi-da. Endi erkalating. Bo'y bastini qanchaga beramiz? Qo'ylarimi 70 dan 75 gacha olishaversin. 70 dan 75 gacha bor. Lekin mavnoqalarini qaranglar, akalar, loppi-loppilarini. Do'stim, bu qo'y ertalab bomdod mahallaga yetib keldi. Charchovligini mana siz ko'rib turibsiz. Bu 2-3 kun mana qondolari chiqib, o'zining holatiga keladi, keyin ko'zga ko'rinadi. To'g'risi. Barakasini bersin. Endi Andijon, Qo'qon akalar hammani Toshkent, Samarqandlik savdogar akalarimizni yana hamkorlikka chaqiramiz. O'zi chaqirishimiz ham shart emas. O'zi qo'y chiqishganini bilsa, narx kelinlar kelishadi inshaalloh. Bering. Dehqon akalarimiz ham, savdogar akalarimiz ham, jamiki mana shu videomizni ko'rib, laykni bosib, Abdumalik hoji ishingga omad, Allohim barakat bersin duo qilib turgan obunachilarimizga nech pul qilib berasiz endi? Do'stim qarang. 10 ta oladimi? Qarang. Xo'sh, 15 ta olganga ham shuni haydab olsa, optim narxda ketaveradi. nech pul o'shina? 4,5. Yo'q, do'stim. Siz hozir optim olib kelib tarqatganingiz bitada bilinmasa, hozir qanaqa bo'ladi endi? Do'stim, shuncha gapirdik, 4,5 desiz. Hozir endi to'g'risini aytaymi? Yarashmadimi? Bitta gap aytaymi? Kino qilib qo'yyapmiz, do'stim. To'g'risi, talashib necha kino bu bachkanachilik bo'lib qoladi, do'stim. Ya dangar aytib berg'alay, Mard Farhodjon, bo'ling. issiq ham o'tib ketyapti, to'g'risi. Mard 4,200 dan ketaveradi. 4,200 dan. Ketaveradi. Xalq maza qilsin ana. Yo'q, yarashmayapti. Buni ichida qarang do'stim. Tanlab olishi qarang, 100 plus bo'ladi xolos. 4,5 oladigan qo'ylar ham bor. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Do'stim, 43 dan ketaveradi. yarashmayapti, do'stim. Yana-ya? Do'stim, Dadimi? Yo'q, men arzon qo'yaveraman yanada. arzon qo'ying-da. Do'stim, sizda arzonchida bilishadi. Bitta narsa, 10 ta qo'yda haydab, qo'yma soni ming emas, borini ko'rsatilyapti bu yerda. Bo'ldi, 41 dan ketdi.
4 million 100 mingdan gapingizni oldim. Bo'ldi. Erkasiz a? Ya undan kamiga. To'xtang, mana erkasiz a? Hop, 4 million 100 mingdan tanlab olishgan bera olasizmi? olishsin. 4 million 100 dan Joningiz sog' bo'lsin. 4 million 100 dan tanlab olish. Tanlab olsin ana. Ya tenga rahmat Abdumalik deydigan joyi. Akalar 4 million 100 ming so'mdan yoqqanini tanlab olasiz. Agar hammasini bir joyga oladigan bo'lsa, Voy, tildan ushladingiz a. mard bo'ling endi. Endi mard bo'ling. 4 milliondan. Barakasini bersin. Akalar hammasini bir joyga olganga 4 million so'mdan ketdi mana. Yana bir narsasi bor do'stim. Hop. Bitta narsani inobatga oling. Hammani ham o'ptim olgani imkoniyati yetmaydi. Kelyapti mana 5 ta, ters haydayapti mana. 5 tasini ajratdi, tayoq tashadi, 5 tasi baqa o'tdi. 4 milliondan ketaveradi. Ketaveradi. Bitta olsa ham shunday haydab olsa 4 million. Sizga rahmat, joningiz Tanlab sog' olsa bo'lsin. lekin 4 million 100. Ana. Akalar, otangga rahmat deb duo qilib qo'yasizlar. Mana sizlarga 300 bosh arashan qo'zilarimiz sotuvga chiqdi akalar. Maza qilinglar. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim mana shunaqalaridan boqishni nasib qilgizdirsin. Yaxshi niyat qilsalaringiz bo'ldi. Bugun ertanman Bondodda kelgan qo'zilarimiz sizlarga shunday sotuvga chiqarilyapti akalar. Ulgurib qolasizlar. Bu videomiz chiqsa, yana mana shu mahallaning xaridorlarimiz to'la bo'ladi-da, tanlab olib ketishadi. Akalar, tanlab olishga 4 million 500 mingdan sotilyapti. Undan pastga sotilgan yo'q akalar. 4 million 100 ming so'mdan xohlaganini ushlab ketsin deyapti. Olishsin. 4 milliondan o'tdim. Xalq maza qilsin do'stim. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini barakotli bersin. qilsin. Akalar, ikkinchi partiya qo'chqorlarimizni olib chiqdik. O'sha kelgan 300 talikni ichida eng katta variantlarida. O'ziga yoqqanini terib bir obunachimizga ishqibozchiligi uchun tashkalab qo'ydi. Lekin kimgadir yoqar lola, kimgadir gul shaydosi. Xolasangiz bundan oling, xolasangiz bundan oldingi partiyadan oling. Hammasini sorti bir xil. Lekin cho'poni, baraka bo'lgan savdosi bitta joydan, bitta odamdan baraka qilingan. Lekin bularimiz bunaqa oq yuz, quloqlari shalpon quloq, bellari yo'g'on, bitta qilib aytganda krassavchik edi. Joningiz sog' bo'lsin Biz qo'y do'stlar. maqtashni bilmaymiz do'stim. Narximni ama maqtanaveramiz. Kam bo'lmay. Bo'yini qanchaga beramiz do'stim bularni? Qo'ylar 75 ga olishsin ana. Bo'ylari 75 plus minusida. Shunday. Material bas. Soni Ha, nechta? Soni 40 dona. Akalar, soni 40 dona. Kesalaringiz, Xudo xolasa ko'ryapsizlar. Ob'yomni, o'ta katta ob'yom. Xohlaganingizni tanlab olasiz akalar. Bitta qilib aytganda bog'ni ichiga kelsa, shoptoli, nok, olma, anor hammasi bor. Xohlaganingizdan. Xohlaganingizdan, xolasangiz 1 kilo, xolasangiz yashiga bilan deydi-ku, xohlaganingizni olaverasiz. Yeb ichish kafolati qanaqa do'stim? Bir haftaga garantiya. Jon Allohning yeb ichishiga bir haftaga garantiyasi bor. Gap yo'q. Akalar, yemoq ichmog'iga 1 hafta kafolatini beriladi. Lekin bu bo'yindan to'lovlari ketishini ko'rsalaringiz maza qilasizlar. Do'stim, ag'i-bag'i yo'q. 5 million emas bular. Mana, mart. 4,5 ham emas. Hech pul. 44 dan ketaveradi do'stim. So'ramang, kami ham yo'q. 5 million deymi? 5 million qo'yib ketavering. 44. Yo, 5 deng. Bo'lmayapti. 5 deng keyin qo'yamiz. Arzon bo'lib ketdimi? Arzon bo'lib ketdi bas, mard bo'ling. Shuncha olib keldingiz. Endi Farhodjon 46 dan bering deb turib 4,5 dan deb 100 ming tushirish yarashmaydi. Do'stim 4,5 milliondan qo'ydim. Yo'q, 44 4,5 dan. milliondan qo'ydim. 46 ham ketaveradi qo'ydi. 46 ham ketaveradi do'stim. O'tib gapiringchi. 44. To'g'risida, yo endi 100 ming so'rayapman. qiynamang, Farhodjon. 50 ming men uchun, 50 ming obunachilar uchun 100 ming so'rayapman do'stim. Yanacha duo etiraymi? Duodan chiqib ajomas. Xursandchilik bilan shuncha qo'yib keladigan. Sizlar o'zingiz sinmasin, olishsin do'stim. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, Boringizga rahmat. shukr, barakasini bersin. Akalar, qo'ylab to'g'ay haddaylikda. Akalar, mana qo'ylarni bitta ko'ringlar. Xudo xolasa, yuruvini ko'ringlar, beldiyo'g'onligini ko'ringlar. Bir qator ko'rsatamiz. Qaysi biri yoqsa, Xudo xolasa, savdosini qilib, barakasini qilib olaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Endi do'stim, option summasini kelishdik. Endi buni donaga ham kelishib qo'yaylik. Tanlab olsa qanaqa yoki tayoq tashlab olsa qanaqa haydab olsa. Buni 500 ming emas farqi, Farhodjon. Xo'sh. 100 ming so'm. Qarang, 4 million 400 mingdan yoqqanini oladi. Olishaversin. Tayoq tashlab olsa 43 optimda. dan ketaveradi. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham. Alloh Kam xayr bo'lmay, qilsin. joningiz sog' bo'lsin. Kelishaveradi. Keyingi partiyani olib chiqamizmi? Keyingisiga
3,5 ham pastda bor. 40 ta. Aniqmi? Aniq. Videoyimizni so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'alni boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi deydiganlarimizni olib chiqdik akalar. Bularimiz bir dona sovliq, qolgan hammasi qo'shqordi, deysiz do'stim. Xuddi shunaqa. Mana qaranglar. 2 oy vaksinalari bo'lgan, sinovdan o'tgan. Eng qizig'i hammani imkoniyati har xil deydi-ku, imkoniyatdan kelib chiqib deydi-ku. Narxi arzon. To'g'rirog'i, do'stim bilan gaplashsam, o'zi 3.500.000, 3.400.000 qo'yishyapti. Do'stim, ancha arzon qo'yib berasiz, lekin sen bo'l do'stim, siz aytgan narxlardan arzon qilib beraman dedi, labzini olib qo'ydik. Yosh oyliklari 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida, plus minus. Hammasi qo'shqor bitta sovliq. Bir dona urg'ochisi bor, sap-sariq. Otliqqa Ha, sariq, arashan. bir dona sovliq bor. Arashan deydi-yu mana, ana. Qarang. Jonivor, mashalloh. Endi qarang do'stim. Hop. Bularni narxini aytib qo'yaylik, maqsadga o'tib qo'yaylik. Necha pul qilib berasiz? 3,5 dan o'tib beraman dedim-ku. Aha. Dangala aytib beray Farhodjon. 3.300.000 dan olsin. 3 Tanlab million? olishi 34 dan ketaveradi. 3.300 dan. Ha, olsin. Dastlabki siz bo'yningizda. Biz bo'ynimizda. Yana o'tadigan joy-chi? Hammasini o'tib beraman. Barakasini bersin. Alloh xayrli qilsin. Akalar, ketdi mana. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Akalar, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optinchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Kelaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Do'stim, ro'zi bozoringizni bersin, Amin. kam bo'lmaydi. Joningiz sog' Bugun bo'lsin. prom efir qilamiz. Barakasini bersin.